Men Islom Vasilyevich, Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanida turaman. Hozirda Toshkent axborot texnologiyalar universiteti Samarqand filiali kompyuter injiniring yo'nalishida 4-kurs bosqichida o'qiyman. O'qishim sirtqi bo'lganligi sababli ishga joylashmoqchi bo'lib, Oqoltin bandlik bo'limiga bordim. U yerda Nigor opa menga Oqoltin kasbiy ko'nikmalar markazida web dasturlashdan kurs ochilganini tavsiya berdilar. Men o'sha kursda 3 oy o'qib, sertifikat olib, hozirgi kunda Oqoltin Toza hudud filialida dil mutaxassisi bo'lib ishlayapman. Oqoltin bandlik bo'limi kasbiy ko'nikmalar markazidan menga kurs tavsiya bergani hozirgi kunda menga katta foyda tegdi. Hozirgi kunda katta sababchi deb bilaman. Shu kursni sizlarga ham tavsiya beraman.